Rezil o'g'ri. Og'rib ketdi. Sen meni zangli qilyapsan. Ular bunda qilib yursa o'g'rini tutolmaydi. Ama sen-chi? Men izlab boqaychi. Topolmadim-ku. Nasriddin aka, amal topdingmi? Yoqdi. Ümidsizlanmanglar, amal cho'qim tepiladi. O'g'rini tutolmasak, hammamiz mushundaq ansiz yurimiz. Shundaq, bu bir masala bo'lib qoldi. Taqay, yura. Amal topdingmi? Yo'q, men bozorga berib qarab boqay. Izlab boqaychi. Amal tepildi. Qo'g'on sotaman, qo'g'on, Fazivatning qo'g'oni. Tatli ham shirin ko'kcha navbatda qo'g'on. Kelinglar, qo'g'on sotaman. Bu eli qislat bo'ladi. Bu akamizni toza taniyamidimi bu? Mening ismim Samat. Bu yakkagili uzun bo'lmadi. Ko'proq yordam qilasizlar. Xapomang Samat aka, bu taqayni boshqarmoq bahagan sir taslishyapti. Shapaqning qaraydi chaqliq. Sen menga qaysi yemeklik orqali 3 xil narsaning qo'shig'ini to'yg'izg'ili bo'ladiganligini deb bera olasan, men sendan bir tiyin olmayman. Qo'g'inni to'yg'ichi yeysan. Bu dal siz sotgan qo'g'in emasmi? Birinchi, qo'g'inning etini odam yeydi. Ikkinchi, qo'g'inning shapig'ini eshak yeydi. Uchinchi, qo'g'inning urug'ini to'g'ri yeydi. Haqiqatan aqlli ekansan. Men sana hozirlik to'g'im beray. Boshimga rasli aqlli ekan. Ha, mana qo'g'on. Nasriddin aka! Qaltis. Nima degan chaqqan qo'l bu? Bu qanchalik ishki. Nasriddin aka, olim o'g'rini tutadigan yaxshi chora tepibdi. Tezgina, qanday qilma? Digina. İlanı uvisidan chiqarish, olim o'z uyidagi guharni daraxtning kamiriga tiqib qo'yib, heliqi o'g'irni torga tushirmoqchi. Bu amal bilan o'g'irni uvisidan chiqarib bo'lmasmikan xislatlik bola. Men yana sendan zo'r umid kutaman. Xotirjam bo'ling Samat aka, men sizni hargiz umidsizlantirmayman. Men qarab boqay. Bo'ldimi? O'g'ir kelay deb qoldi. Mana hozirli bo'ladi. O'g'ir kelay deb qoldi. O'g'ri ekanmaydi. Nimishqa? Talashmanglar, birisi keldi. Bayliq. Desa. Jim. Voy hocam, bu neymiş endi? Men gunohkor, men xira qilay. Yılanni uvisidan chiqaramiz deb o'ylamagan natijaga erishib qoldik. Nadim paydo bo'lib qoldi voy hocam. Men o'g'ri emas. Sizlar o'g'ri bo'lmasizlar, nimada daraxtning kamiridan go'harni qo'laylar. Men seni go'har ko'mib qo'yganligingdan anglab chiqimni azaytib olay degan. Mayli, uni arzu qilamiz. Yaxshi bolalarim, men har bir go'harni olmadim-ku. Har qanday ish bo'lsin, maslahat bilan qilsak qanday bo'ladi. Maslahatlashaylik. Buningmi amal yo'q emas. Nasriddin, meni qutqizib qol. Faqat haqiqiy o'g'rini tepib chiqsak, andin. Nasriddin, mening butun yuz obro'yim sana bog'liq bo'lib qoldi. Bayxo'jam, uncha qizg'in bo'lib ketmisizlar. Amisi biz bir maydon o'yin o'ynaylik. O'yin? Bayxo'jam, o'tinib qolay, menga pul berib tursizlar. Bayxo'jam, azroq iltifot qilsizlar, menga rasul jiddiy pul lozim edi. Men boygarchi sexiy bo'lsam-mo, ammo mening prinsipim bor. Yanga, buni qarab baqsizlar. Men yana boshqa yerga berib qarab boqay. Pul berib tursam, sana berib turmayman. Bildingmi? Bayxo'jam, men sizga yillikchi bo'lib ishlab beray bo'lamdi.
Bo'lmaydi. O'tam yoqqa. Qo'g'ininglar, qo'g'in. voyjon. Nasirdan, bir nima bo'lgansan? Nasirdan bekli o'qishtiryapti. Ha? Nasirdan. Boya seni ishtirayotgan yiliq semiz odam Bayxo'jam shumi? Shundaq, dal shu Temir Xo'razbay menga pul berib turmidi. Kechda uni piyini qandoq julimankin taza. Men hech nima dedim, juma. Hech nima dedim, ha. Peyni jo'sh. Tushundim. Xotin, yaqindan buyon jahon tinch emas. Pulga yarag'dak narsani tiqib qo'ysak yaxshimikin? 3 qatim sanab bo'ldim, hammasi buning ichida. Beraversizlar. Yaxshi, hozirlab boray. To'xtasizlar. Ha. Yo'lda cho'qim ehtiyot qilsizlar. Xotirjam bo'l, xotin. Men bor. Mushak bo'lgan. Mushak qo'yay. Can! Samat aka, men sizni ümidsizlantirib qo'ymayman degan-ku. Sen qiltaq quribsan. Nasirdandan ko'rsatgan aqli men boyning ajoyib o'rinlishim bo'lmagan bo'lsa, bu o'g'rining abdibashirsi oshkorlanmagan bo'ladi. Nasirdan sağ ko'p rahmat. Uni o'z qo'lim bilan adablab qo'yay. Endi men berib 11 uxlab olay.